Menimcha bunaqa holatga barcha ustalar hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham duch kelgan. Ya'ni mijozni yoniga boradi, obyektni ko'radi, ishni gaplashadi-da, bo'ldi, falon kuni ish boshlaymiz, mana shuncha summaga deyiladi, lekin boshida avans bering, zaklad bering desa, ukam, men hojiman, ibodatdaman, Toshkentlikman deb har xil hiylaviy yo'llarni axtarishga harakat qilishadi. Bunaqa vaziyatda men shaxsan nima qilganman? Oka, zaklad bering, bo'ldi deyman. Voy, menga ishonmayapsanmi, ukam? Men Toshkentlikman-ku deyshadi. Oka, kelib chiqishingizni, e'tiqodingizni, millatingizni menga pesh qilmang, ahamiyati yo'q. Men faqat avansga ishonaman, zakladga ishonaman deyman. Menga esa buddist bo'lmaysizmi? Toshkentni, umuman O'zbekistonni qaysi hududidan bo'lishingizni boshqa ahamiyati yo'q menga deyman-da. Boring, zaklad olib chiqing, avans olib chiqing deyman. Agar o'sha joyida sal mutlashadigan bo'lsa, bo'ldi, konsultatsiya pulini bering deyman, so'raman. Chunki unaqa insonlar boshidan mujmal qilyaptimi, ishni olgan taqdiringizda ham bitirguningizcha qoningizni ichadi. Boshida sal hushyorroq bo'linglar. Duch kelgan odamning xizmatini ovurmaydi, maslahatim o'shanda kamroq boshingizga qotadi va muammoga kamroq duch kelasizlar. Bu videoni har doim mijozlari bilan muammoga duch kelaveradigan ustalarga yuborib qo'yinglar. Videoga esa like bosish esdan chiqmasin.